Mhm. Ya'ni imkon qadar yarim soatda, 30 daqiqada o'sha readingni qanaqa tugatishga ko'rib chiqamiz. Xo'sh, savol berib ko'raychi. Nima o'ylaysiz, shu imkoni bormikan o'zi? Yarim soatda ishtirok etamizmi readingni? Ovozingiz kelmayapti. Ovozim endi boryapti menimcha. 30 daqiqada ishlab bo'lamiki reading? Do'stlar, nima deb o'ylaysizlar? Yo'q, part emas, hammasini. To'liq 5 ta partni 30 daqiqada. Ishlab bo'lsa kerak. Bo'lmasa kelinglar, mana shu narsani hozir ko'ramiz, sinab. Ta'mirimni yo'qa olaman. Xo'sh. Ta'mirni yo'qa olamiz. Tak. Xo'p, demak, bunda boshlayman ishlashni. Siz prosta o'rganasiz, do'stlar. Endi men hozir mana bitta tushuntirishga vaqtim bo'lmaydi. Men prosta ishlab ketaveraman, sizlar tushunib ketaverishlaring kerak, okay? So, bismillah. So, hedgehogs. Hedgehogs are small creatures known for spikes. Okay. When threatened, in a tide ball, these little, demak, kichkina, small so'ziga little so'zi synonym. So the answer is demak creatures. And all right. Gardens. Hedgehoglar nimasidir? Modify qilingan, demak, spinlarida. Spinlar. O'sha bizning tilimiz nimalar deydi? Ignalarida, xullas, mana. Their spines. Spines. Okay, modified keratin and nails, unlike porcupines, nimadirlar, demak, ignalarni otolmaydi, demak, hedgehoglar otolmaydi. Ikkita hayvon taqqosan deyapti. Ko'plikda bo'lsa kerak menimcha bu. Xo'p, nimadir qila oladi. Gentle bo'ladi, nocturnal, tunda faol bo'ladi. Eveninglari ovqat izlaydi. Hasharotlar yeydi. Hidni yaxshi biladi. Nimadir yer tagidagi nimadir bila oladi. Yer tagidagi ovqat bila oladi, umumiy ma'noda food bo'ladi. Aytayapti, shalla qo'rqalardan topadi. The tiny legs can move quickly. Tez harakat qiladi. Bu nimadirlar, demak, yugurishga yaxshi. Legs bo'ladi. Leg yaxshi yuradi. And hedgehog on solitary bo'ladi. Preferring to explore alone. Maydlarni izlaydi. Hogletlar tug'iladi. Anaqa o'zini bolasiga hogletiga qaraydi. Xo'p, hogletiga qaraydi. Hoglet menimcha ko'plikda yozilsa kerak endi, bitta bo'lamiz. Hoglet o'zi bo'la qolaversin.
Hogillarga qaray deya olaylik. Chunki men bitta Z degan narsa turgan ekanda, Z ko'plikda bo'lgandan keyin mana bu ham ko'plikda bo'lishi kerak edi. Okay, tak. Qalay bo'ldi, guys? Assalomu alaykum. Yana bir sho'shib. 2 daqiqa 22 soniya. Hop, yozib ketaylik. Part 1. 2 daqiqa 22 soniya. 02:22. Xo'sh. Kimdir shu paytgacha hech tezlikda reading ishlab ko'rganmi, guys? Yozinglar ham fikrlaringni. Ko'raylikchi. Tashqari juda sovuq ekan va qoyil. Yo, gap qoyillikda emas. Hech shunaqa ishlab ko'rganmisizlar o'zingizlar ham? Yozinglarchi. Buning uchun speed reading yaxshi ishlash kerak. Endi men offline darsga keladiganlar bo'lsa, ishlab ko'rgan bo'lishi mumkin. Endi meni offline darslarim keltirganlar bo'lsa. Bir kishi komment yozgan, qolganlar demak ishamagan ekan, menimcha. Yaxshi, unda keyin o'qiveramiz, kommentdan davom etamiz. 4 minutda ishlayman. 2,5 minutda emas. O'sha tezligingizni ishlashingiz kerak edi. Yangi unda haftalarda, shu haftani o'rtalaridan speed readingga ishlaymiz, keyin yaxshi bo'lib ketadi. Okay, davom etamiz endi. Xo'sh, part 2 endi uning uchun men mana uni 2 ga bo'lib olishim kerak. Bo'lmasa bo'lmaydi. Xo'sh, anaqa olsam. Endi ozgincha to'g'ri sizlarga muammo bo'lishi mumkin. U atak scholarship degan narsasini savollarga qo'yib olaman. Topshiriqlarga qo'yib olaman. Tak. Yana bitta kattalashtirsam qanday bo'lar ekan? Chotki bo'lar ekan. Xo'sh, 7-8 mana tursin. Endi mana shu 0 qilsak qanday bo'lar ekan, ha? Nima deydi? 0 qilsammi, davom etsammi? Qanday qilsak adashmaymiz? Xo'p, yozinglar qani shuni tagiga. 0 qilib ketsam yaxshimi yoki davom ettirsam yaxshimi? Davom ettirsam hali sekundlar bir-biriga qo'shish qiyinmi deyman. 0 qilaveraylik. Qo'sh ketaveramiz. Xo'sh, part 2 ni o'z sizlar necha minutda ishlaysizlar? Sizlarga bir so'rab olaychi. Sizlar necha minutda ishlaysizlar? Part 2 ni. Yozinglar qani? 5 minut, 4 minut, 10 daqiqa. Hamma o'zinikini yozib ketsin. Yozinglar, faol bo'linglar ozgincha. Nimaga uyqusilayapsan deyman. Ertalabda. Nasa biz o'sha bomdodgacha tugatishimiz kerak edi darsni. 10 daqiqada ishlar ekan Laylo. Mehribondachi. 6,5 minutda. Zo'r yaxshi. Yana kim bor? Qolganlarni cho'tta yozgisi kelmayapti menimcha. Nicho. Tak, ishlab ko'ramiz endi, guys. Bismillah. Hop. Tez gapirganda tushuntirish ulgurmasligi mumkin-da, prosta o'rganavering, maylimi? Mayli, bugun o'rganish bo'lsin. Okay. Bismillah. Xo'p, demak, bu yerda asosan scholarship haqida gap ketyapti. Demak, higher level diploma beradi. Qanday kurs ekan, intensive and demak, odamlar bilan ko'rishsa bo'lar ekan. Xo'p, sport turlari and language o'rgansa bo'lar ekan, faqat one seasonda. Season faslda, bitta faslda. Xo'p, qiziqarli kurs bo'lar ekan. Demak, shahar kindligida joylashgan. Pul ishlaysiz, flight attendant sifatida, tak biznes uchun, commerce uchun. Demak, semestrlarga tayyorlanar ekansiz. Xo'p, hundreds of scholarships berar ekan talabalarga.
slow bo'lar ekan, and language o'rgatar ekan va culture birga o'rgatar ekan. Okay. Demak, analizga demak 45 sekund. Xo'p. Analizga 45 sekund ketdi. Endi davom etaman. Shashdi. Okay, короче, diplom, odamlar uchrashish, sport, bir sezon, va kimligida pul, attendant, business, semestrli scholarship bilan o'tiladi. Okay, 7 o'qiymiz. Morning bo'ladi, fransuz tili. Alright, aytishni to'g'ri. Xo'p, afternoon bo'ladi, 1 or 2 weeks, 1-2 hafta bo'ladi. Registration bilan dekabr, price includes full board, ho'kizo, sky insurance. Xo'p, hamma levelga bor. Okay. Xo'p, skiing deyapti, snowboarding sport turlari, shuning uchun 7-javob manfisiy bo'ladi. Tak. 7-javob C bo'ladi. Xo'p, 8. Xo'p, Italiya ministri nima tashkilot sponsor qilyapti bitta institut. Leopardo offer qilyapti. 300 scholarship. 300 degani bu hundreds of ga keladi-da, yuzlab degandan keyin hamcha 8 javob A bo'ladi. Hop, top quality courses business executive degandan keyin javob G bo'lishi kerak edi. Business commerce haqida javob bor edi. And everyday English o'rgan, culture the lifestyle o'rganasan deb aytib turibdi. Culture haqida bitta joyda bor, Jda bor edi. It's going to be J. Hop. Tak, 11da любой levelda bor, examination preparation deyapti, imtihonga tayyorlaysan deyapti. Imtihon tayyorlagandan keyin E bo'lishi kerak edi. Va E emas, qaysi imtihonga tayyorlash? Semester ekan. Scholarship on the friendly, samimiy, trendy, central location, markazda endi E bo'ladi. Okay, tak. British Studies, University East. Knowledge, language, culture with some opportunity specialization. 1-2 semestrlar uchun. Mana bu summer English courses at all level. Low level summer English deyapti. Iyul, september bu yoz oyi, demak one seasonga to'g'ri keladi bu. Oddiy bo'ladi. And tour guides va tashlaysan, flight attendant bo'lmoqchi bo'lsang. Flight attendant bitta qayerda bor? Afda boradi. Ho'p, intensive course Edinburgh language monitor hokazo, Scotland joylashgan, carefully chosen families, socialize with guests degani o'sha bidir qilish, gaplashish degani meet up bo'lishi kerak. It's going to be B. That's it. 3 daqiqa 7 soniya. Hop, 3 daqiqa 7 soniya. 07 daqiqa. That's it. Voltiyarim. Gulbahor opa, assalomu alaykum, omonmisiz? Xo'sh. Tak, nimadir tushundinglarmi do'stlar? Fikrlaringni men eshitmoqchiman. Nimanidir tushungandek bo'ldinglarmi? Ozgincha bo'lsa. Yozinglarchi. Sizlarga mana ko'zlaring yetyapti sizlarning shu narsani qilishga. Ozgincha tushunishingiz yaxshi bo'lishi kerak. Keyin critical thinking, decision making yaxshi bo'lishi kerak. Tez decision qilishingiz. Keyin bir narsaga moslashtirish qobiliyatingiz cho'tga bo'lsa, problema yo'q-da. Okay, part 3 ga o'tamiz endi. Yes, part 3. Part 3 ga o'tamiz. Xo'sh, uni 0 qilib qo'yamiz. Tak. Javoblarni bekor yoqqa yozdikda. Chalkashga ketamiz hozir. Mana shu yerda o'ziga yozib ketaylik. Bitta joydan tekshiramizda shuni. Hop, C bo'ldi, A bo'ldi. 9 ga J bo'ldi. 10 ga J bo'lgan. 11 ga E qilgan. D F B. Hop, endi list of heading ishlaymiz. List of heading endi bilmayman, kimgadir oson, kimgadir qiyin tuyuladi. Endi prosta buni oson yo'li,
just paragraf hammasini o'qish kerak, guys, xullas. To'g'ri, ba'zi bitta gap o'qiganda chiqadi, lekin imkon qadar hammasini o'qish kerak. Xo'p. Birinchi bo'lib, demak, analiz qilib olish kerak, o'zingiz headingiz yaratib olishingiz kerak, Kelishin qilib olamiz. Xo'p, qani analizga qancha ketar ekan? Bismillah. Crick and Watson approach to research. Demak, mana ikkita odamni demak yondashuvini men topishim kerak qaysi paragrafdan, ularni tadqiqot o'tkazadigan. Karl Popper's claim that the scientific method is hypothetical deductive. Demak, kimdir fikricha, mana Popper degan to'g'on fikricha, ilmiy metod bu qanaqadir hypothetical deductive, deduktivroq ekan. Testing gipotezalarni demak examining qilish haqida gap ketirgan qayerdadir. Hope explaining the inductive method to explain qilib berish kerak qayerdadir nimaligini, and anticipating results before that is correct. Demak, datani to'plashdan oldin demak natijalarni anticipating qilish, ya'ni tekshirish, anticipating qilish. Ya'ni bizning tilda deciding deb o'rganadi, anticipating, and how research is done, research qanday qilinishi, and qanday report qilinishi, research qanday amalga oshirilishi, ketma-ketligi. And the role of hypothesis, ilmiy researchda demak gipotezani roli qanday, ya'ni nima uchun xizmat qiladi? And deducing the consequences. Demak, gipotezalarda o'sha oqibatlarini, natijalarini demak deducing qilish, demak aniqlash degan mazmunda ketyapti. Hamisha make sure qilish. Okay, 1 daqiqa 7 soniya demak analiz ketyapmiz. Xo'p, 1 daqiqa 7 soniya. 01:07. Xo'p. Analiz ketyapti. Endi shuni ko'ramiz mana bu yerda. Xo'sh, birdaniga shu hamki yozadigan qilib qo'yaylik, shoshib qolmaymiz. Okay. Yozadigan qilib ketaylik. Uni bo'yaydigan qilib qo'yishimiz kerak. Xo'p, bismillah. Endi ishlashimiz. Okay, scientific methods. So hypothesis that imaginative inspirational character that adventures on the mind. Короче, miyada bo'ladi, tasavvuran. He was arguing in favor of the position taken by Karl Popper. Popper haqida gap ketyapti. Logistic science, and that the nature of scientific method is hypothesis deductive and not is generally believed in this. Короче, bitta mana Karl Popper gap ketyapti, bu bo'ladi mana bunga. 15 ga mana bu bo'lib ketamiz. Myth of scientific method is inducive. That formulation of scientific theory starts on basic and raw evidence of sense, simple, unbiased, unprejudiced observation. Короче, mana inductive ga ana beryapti. Relative clause bilasizlar, information beradi. Demak, mana inductive method nimaligini o'rgatyapti menga, Menga javob explaining qilish. Method to explain qilyapti bu nimaligini. Formulate qilinadi, balobatlar qilinadi deb aytayapti, deydi menimcha. And there is no such unbiased observation. Every act of the function of the derives from past. Some nature start with some expectation about the outcome. Hypothesis provide the initiative and incentive for the inquiry and influence the method. Gipotezalar deyapti, provide qiladi. Ta'minlaydi degan gipotezani rolini gapiryapti, Gipoteza nima qilib beradi degan savolga javob beradi qayerda edi o'sha. Role of hypothesis. Method nima qilib beradi desa, influence qilib beradi. Javob demak G bo'lishi kerak. And hypothesis guesswork bo'ladi, inspirationdan kelib chiqadi, formulated qiladi, tested qilinadi, demak tekshirib chiqiladi, appropriate methodology ishlati, predictions result in certain consequence qolib kelsa, from the are not shown correct. Alright, predictions turn out to be correct, supported bo'ladi, and further the test shows it not be correct. Right, hypothesis which product imagination, present strict logical and rigorous process, deductive argument, hence the hypothetical deduction. Tepadagi fikrlardan kelib chiqadigan bo'lsa, javobni hammaga to'g'ri kelishi kerak edi. C ga to'g'ri keladi, chunki hamma joydan tekshirish haqida gap ketyapti asosan. Tepada tested boshlandi, keyin yana qayerda o'qidim shuni hozir. Test qilinganligini, Further test shows deb aytyapti, demak tekshirilyapti. It's going to be tekshirish qayerda edi. C degan. And so don't worry, resultlaring o'sha collect data begin to collect data bo'lgandan keyin aniga to'g'ri ketadi. O'sha I ga qarab ketmaydimi? Guys, nima deysiz? 19 ham shu I bo'lib ketish kerak, chunki o'sha collect data balobatlar bor edi. Idea degani o'shanga to'g'ri keladi. Qayerda bor edi o'sha anticipating. And 5 mi 6.
not only inducive or hokazo, deductive method, hypothetic, logical approach, and psychological behavior aytmaydi. Deductive method proceeds in a step by step. Qarang, step by step sodir bo'ladi deyapti. Bu anaqada. Research qanday qilinish ketmaganligi. That's it. Research qanaqa qilinishi, boya o'zbek tilida aytiladi, ketmaganligi balobatlarida. So the answer is demak research, how research is done. So bunga qancha vaqt ketdi? 4:27. Hop 0:27. 0:27 daqiqa. Okay. Hop, biror nimani tushundinglarmi guys? Qanaqa mana tez ishlanishiga nima deb o'ylaysiz? Nima yordam beryapti asosan? Asosan nima yordam beryapti deb o'ylaysizlar? Xo'sh, buni olib ketamiz mantiga endi part 4. Xo'sh, part 4da savolni mantiga qo'yib yuborish kerak. Ilm fanga vaqt ajratish. Xo'sh. Decision making baribir muhim deb o'ylayapman. Maybe yes, paragraflarni tushunmasa bo'ldi. Balki shunaqadir. Balki yes. Okay. Buni ham davom ettiramiz endi. Короче, savolni analiz qilib olishga vaqtni analizini ko'raylik, qancha ketar kimga, part 4ga. Okay, hop. Bismillah. Hop. In order to lose weight qilish uchun we should what? Nimadir qilishimiz kerak. Which is not mentioned as a way to improve supplement absorption. Mana shu narsani improve qilish uchun berilmagan, mana not mentioned bo'lgan narsani topib berishimiz kerak. Demak, improve qilinganlarni topsangiz, uni chiqarib tashlaysiz, bittasi qoladi o'zi. And the best time for stop drinking. Drinking coffee stop qilish uchun, demak, the best time, eng zo'r vaqt topishimiz kerak. And eveninglari, demak, kechqurun and we should kechqurun qilishni topishimiz kerak. It's the study of how living things evolve over time. Demak, chronobiology nimaligini aytyapti bu yerda. Bu study degan qandaydir. How living things have evolved over time. Demak, shunday narsa ekan. And the rise and fall of sea levels effect. Demak, dengiz sathi ko'tarilib tushishi effect qiladi. Nimaga effect qiladi? Demak, sea creaturelarga. Xo'p, most animals are active. Demak, most animallar active bo'ladi. Qachon? Daytime qachon? Circadian rhythms identify how another rhythmlari identify qilar ekan, how we do different things on different ways. Har xil ishlarni har xil yo'l bilan qilishimizni identify qiladi. And the night person can still have a healthy circadian rhythm. Night personda demak still have deb aytyapmiz. Bo'lishi mumkin. Healthy rhythm, ya'ni uni ritmlarda sog'lom bo'lishi mumkin. Okay, demak part 4da 1 daqiqa 26 soniya analiz ketar ekan. Analizga 0:26 ketar ekan. Okay. Endi qalamchani tahlil olamiz bitta. Xo'sh. Javob yozishga. Bu yerga endi nima qilsa yaxshi. Xo'p, part 4da yozaylik. Part 4 o'zi necha minutda ishlaysiz? Savol yozinglar qansizlar. Sizlarga qancha ketadi? Yozing, nimaga yozmaysizlar? Part 4da qanchada ishlaysizlar? Menimcha ko'pchilikda eng ko'p ketadigan vaqt shu bo'lsa kerak, xayolimda. Gapira olmaysizlar, hatto yozib qo'yinglar.
tong sizlar uchun qiyin bo'lar ekan, men shuni sezdim. Okay, demak men boshlayveraman. Sizlarni og'zini qarab o'tirishga ancha vaqt uchun bomdod vaqtim bo'lyapti. Okay, let's start. Bunda 1:26 analiz ketdi, esingizda tursin. Bismillah. Hop, boshlaymiz. Lose weight uchun nima qilishim kerak? Lose weight topishimga birinchi bo'lma. Demak, lose weight yo'q. Active depending what? Sun or moon. Vernal bo'ladi. The night, nocturnal bats and nights. Demak, odamni ana qilish himilda kelyapti endi. Rhythm, okay, bodies, 24 hour, in sleep at night, walking during night, okay. Factors and night people, night people describe how they find it very hard to operate during the morning. Become alert and focused eveninglarda demak alert focus bo'ladi. Night person nimadan gapirib ketyapti, tushunmayman. Juda g'alati. Matnni juda bir disfantoid tuzgan ekan. And limited ability to artificial machines, melatonin va hokazo. Different cell suffers and hokazo. Qani lose weight. Juda qiziq. Lose weight. Okay, pattern hokazo. Appear drinks, okay, lose weight. Ko'rinmayapti. Muscles, and ready to go. Extra pounds. Lose weight. Where is a lose weight? Weight loss. Course of action is total intense workout, carbohydrate-rich breakfast. The other way around, and weight loss results are not pronounced. Xo'p, nima qilish kerak haqida gapiryapti bu yerda. Demak, tepada aytildi, workout qilish kerak dedi. Breakfastda workout qilish kerak, ya'ni jismoniy tarbiya qilish kerak. Avoid qil, to'g'ri. Eat low emas, bu yerda reach deb aytyapti, to'g'ri kelmaydi ham. Exercise before breakfast. Mana bunasi to'g'ri kelishi mumkin. Exercise after bo'lmaydi. Bilan birga deyapti. Keyin degan narsa yo'q. So, see bo'lar ekan. Xo'p, endi supplement absorption degan narsani o'qidik biz. Supplement absorption. Absorption degan narsa bor ekan bitta. Okay. Demak, shu paragraf o'qib ko'rish kerak. Vitaminligi bor. Supplement absorption by body is not temporal dependent. Natural palm stone degan note qilishicha extra boost at breakfast helps gather energy out of the day. Demak, kunni energiya beradi. And for improved absorption, improved bo'lishi uchun pairing supplements with a food. Pairing qilishni tavsiya qilyapti. Demak, men sib bo'lmaydigan ekan, men fikrimcha. Bo'lmaydi, chunki bo'lmaydigan topishimiz kerak biz. And steering clear and caffeinated beverages. Caffeine qo'shilgan beveragelarni chiqarma. Ichimliklar mana bu narsa ham bo'lmaydi. Bu ham to'g'ri kelmaydi. Xo'p, finally stone worms to take care with storage. Storage'ga qarash kerak. Demak, storage ham demak bo'lmagandan keyin not mentioned bo'lgan, bu yerda menimcha taking at breakfast, mana shu narsalardir qilinmayapti-da. Improve qilish uchun tavsiya qilinmayapti. Bu yerda yo'q. So, demak, 22 ga qo'yib ketamiz, 23 o'qiymiz. Bestdan stop drinking coffee. Koffein qachon to'xtatsa bo'ladi? Koffein to'xtatish, kofe haqida gap ketyapti. Shuni o'qib ko'rish kerak ekan. Or traditional have talent trends. Thank for that nimadir. Good night, book you, with 7-hour life. Cup of coffee containing 90 ml hokazo. Take it is how hokazo 45 nimadir. Your body is rid of qilish kerak. Demak, ready to sleep. Shu uxlashga tayyor bo'lganda, demak, rid of qilish kerak. Tana rad etadi deb aytyapti. Xo'p, shunda qachonga to'g'risak bo'lar ekan? Aniq narsa aytmayapti-da. Kofe haqida aniq nimadir deb ketmadi. Tak, bu yoqlarda manimcha hech narsa yo'q.
Tak. Manimcha shu 10 o'clock that evening. Mata deyish qiyin-da, buni bu yerda hech narsa. Manimcha we are better off putting breaks of caffeine consumption as early as 3 p.m. Mana narsa bor ekan lekin. O'sha as early, ya'ni soat 3 da demak better off qilishimiz kerak. Putting qilishda to'xtatishimiz kerak deganda nima nazarda 10 bo'lmaydi, only when bu ham bo'lmaydi, dinner to'g'ri kelmaydi, mid afternoonda, afternoon o'rtasi. Afternoon 12 dan demak 6 gacha 3 bo'ladi, you know. So ketdi, endi nima qoldi menda? Eveninglar nima qilishimiz kerak? Kechqurun nima qilishimiz kerak? Kechqurunga okay, nervous system demak to'xtagandan keyin u payti trace'larni read qilish kerak. Hamma narsani demak stop qilish kerak. Demak 24 ga d qilamizda. Demak traces degani, you know, it's going to be exercises, so we should stop. To'xtashimiz kerak. Ovqatlanmas kerak, away qilmas kerak, just stop qilish kerak. Stop degani demak read off ga demak to'g'ri ketar ekan. Tak 5:48 da anaqani o'zi tugadi. Tak multiple choice, MCQ. Yozib ketaylik. Hop, MCQ demak 5:48 da tugadi. 05:48 daqiqada tugadi. Xo'sh. Endi masjidgacha bo'lgan tushunarli bo'ldimi, guys? 6 soat. Tak vaqt son daqiqaga qo'yib ishlamaganman. Salomat mana shu narsani qilib ko'rish kerak. O'zingizni vaqtga qo'ymasangiz qiyin, bo'lmasa bo'lmaydi. You know. Shunaqa o'zingizni qiynamasangiz qiyin, bo'lmasa imtihonda nima olgurmaysiz. Masjidgacha bo'lgan tushunarli bo'ldimi, guys? Uxlab olib yo'qolganlar. Okay. O'zi bunaqa narsa uxlatadi odam. Tak endi, короче, tanazan sezdinglarmi? Ularning javobi mana bu paragrafdan chiqdi. Demak, mana shu o'rtalar qolib ketdi-manda, keyin manual qolib ketdi. Ya'ni bir boshdan o'qib ko'raman nima uchun, chronobiology uchun. Yaxshi, davom etaman. Endi mana bu yerda study, chronobiology qanaqadir demak o'rganadigan tadqiqot ekan. Ya'ni how living things have evolved over time. Evolve bo'lish, evolve bu change ga sinonim bo'larmidi? Qani? Develop, gradually develop bo'lishi. O'zi partortligidan bilsa bo'la, unaqangi so'zdan kelish tabiiy. Ya'ni C1 darajadagi so'zlarga uchrab qolishi anomas, yengil emas. Okay. Demak, chronobiology demak yashaydigan narsalarni demak u vaqt davomida qanday qilib rivojlanishini o'rganadigan narsa ekan. Okay, qo'shib qo'yaylik, boshlaymiz bir boshdan. Chronobiology may sound like something from a science fiction novel, perhaps, lekin it's an actual field of study that concerns one of the oldest processes life in the planet has ever known. Short-term rhythms of time and their effect of flora. Demak, time'da demak floraga, faunaga anaqasini o'rganar ekan. Ta'sirini o'rganar ekan. Demak, 25-javobini mana bu yerda bemalol demak bekitib ketaveramiz. Потому что bu yerda bizga u chronobiology flora faunani, ya'ni o'simliklar dunyosini demak o'rganish haqida gap ketyapti. Qanaqadir bu yerda, you know, living things, you know, qanaqadir hayvonlarga tortib ketadi. Gradually unaqa develop bo'lishini emas, просто processini o'rganar ekan, you know, uni yashash tarzini o'rganar ekan, short term ritmlarni o'rganib chiqar ekan, qisqa vaqtdagi ritmlarni o'rganadi. Flora tam o'simlikka tortib ketadi, menimcha B bo'lishi kerak. But yana ham ko'ramiz, o'ylab ko'rib. And 26da the rise and falls dengiz sathining ko'tarilib tushishi demak ta'sir o'tkazadi. Ta'sir o'tkazadimi yo'q? Dengiz sathi marine life ketyapti. Influenced by tidal patterns. Tidal patternda demak ta'sir o'tadi. Okay, qisman javob bor. Ta'sir o'tadi, influenced bo'ladi deyapti. Effect so'ziga sinonim bo'la oladi. Agar qanaqadir creaturelar sanab bo'lsa, animals deyapti. Active and inactive depending on sun and moon. Creaturelar demak bo'ldi, bu aniq. Demak javob A bo'ladi. Demak haqiqatan affected bo'lar ekan. Ko'p animallar during daytime da fall bo'ladi. Numerous creatures largely diurnal bo'ladi. Diurnal degan daytime da ularda fall bo'lishini nazarda tutyapti. Numerous creatures, humans included, largely diurnal, largely. That is, they likely to come out during the hours of sunlight. Sunlight to come out qiladi. Numerous creatures,
Bu animal synonym demek numerous. Yani ko'p sonli. Like they learned to come out during the hours of sunlight. G'alati. Avvalamikan qanadir. Most animals. Odamlarni nimaga qo'shib ketyapti? Odamlar deyapti kunduzi bu animals. Juda strange. And circadian rhythm identified how it do different things. Demak, circadian rhythm topishimiz kerak nimaligini. Circadian rhythm. Where is this circadian rhythm? What is known as bu nima ekan? Interesting, qiziqib qoldi. This is a complete cycle. Qanaqa cycle bo'lar ekan bodyingizda. Geared to undergo in passage of 24 a day. Demak, o'sha bizani passagimizni undergo qilar ekan. Okay, cycle qilib turar ekan. Tanani siklini ta'minlab turar ekan. 28 da javob bu yerda B'ga o'xshayapti. Chunki bu yerda aytyapti, ishlarni kunni qaysisini qilishimizni aniqlaydi, deyapti. Bu yerda tanamizni demak siklini to'g'rilaydi deb aytyapti. Hop. Bitta ikki xillik bor, it's going to be B. And nima qoldi? 29. Well, night person can still have health. Night person demak sog'lom bo'lishi mumkin hali ham. Night people demak sog'lom bo'lishi mumkin. Night people, not everyone has identical. Hamma ham tushurmaydi. Misol uchun night people describe very hard hisoblaydi during morning, but become alert and focused bo'lishadi degan, o'sha fokuslar zo'r bo'ladi, demak diqqat bo'lishadi. Benign variation with circadian rhythms. Demak diqqat bo'lishadi degani just still healthy. Ya'ni to'g'ri qisman harddir, lekin baribir anaqa focused and alert, hushyor bo'ladi degan, demakki aniq olib ketyapti. That's it. 954. Demak part 4 ga 954 deb yozib qo'yamiz. Xo'p, 0954. Okay. Xo'sh, endi part 5. Mashhurgacha qancha vaqt oldi, guys? Hisoblab ko'rdinglar? Mashhurgacha bo'lgan qanchaga vaqt ketdi? Xo'p, part 1 da 2:22. Endi matematika qilib ko'ray, 1 daqiqa vaqt beringlar menga. Bomdodni vaqt nechaga chiqar ekan? 6:38 ga chiqar ekan. Agar amallab olamiz, 5 minutda tak. 2:22 qo'shilgan 3:07. Hop, 04:27. Xo'sh, 9:54. Hop, 9:54. Hop, 19 daqiqada 4 ta part tugabdi. Tak, bitta part qoldi endi. To'g'risini aytsam, kim uchun qandayligi, men uchun part 5 juda ham easy peasy. Ya'ni yaxshi ko'raman part 5 qanaqadir. Tez chiqar javoblari. Hop, pensilni tarixida aytyapti. Hop, qalamni qanday yaratilgani, analiz qilishi demak qancha vaqt ketadi bila olaylikchi. Bismillah. Hop, demak graphite was discovered beneath degan nimadir tagidan topilgan graphite. And filthy bo'lgan, borov because it was, ya'ni filthy degani demak rasvo bo'lgan, borov deyildi. Sababi nima? Rasvoligi sababi nima bo'lgan? Graphite was used to sign. Qadimiy odamlar nima uchun ishlatgan? Demak nimagadir sign qilish uchun ishlatishgan. People discovered the graphite, demak odamlar grafit nimanidir discover qilyapti Britaniyada. Ko'ramiz mana discover degan. Author is a passage concludes. Demak xulosasi oxirgi paragrafda bo'ladi. And passage soon after linking lightning structure topishimiz kerak local tree da Angliyada nima bo'ldi o'shandan keyin? O'shandan keyin nima bo'lishini topishimiz kerak bo'lar ekan. That's it. Hop, 40 soniya analizga ketdi. Hop, 40 soniya analizga. Qayerga yozib qo'ysa bo'ladimi endi? Hop. Analysis 40 soniyada. Hop. Narx qo'yaylik. Daqiqa. Soniya deb qo'yaylik. Okay. And endi boshlashimiz kerak. Короче, nima tagidan topilgan? Okay, bismillah. Xo'p, benim hozir grafik nima, hozir discard qilinyapti. Qayerda? Found out the black substance at the root of the unlucky tree.
qanaqa ana root of degani o'sha tagida ildizda deyapti-da. Demak, beneath demak tree daraxt tagini topib olishyapti uni. And tak filthy bo'lgan Borrowdale'da. Local tree different from the it was soft and thus left mark everywhere. Soft bo'lgan, shuning uchun hamma joyga chemistry was bad on fancy time. Mistook the lead black locals and sheep owners. Nima deb aytayapti Borrowdale because ishlatishga niyat bo'lgan, chunki nimaga ishlata olishmagan uni. Hop, mistook qilgan, black bo'lgan, it was soon about to use locals. Okay. It was soft. Thus, shuni hisobiga left marks hamma joyga left qoldi. Demak, qayerda belgi qoldirishni ishlatishyapti uni. Nimaga? Chunki soft bo'lganda. Ya'ni yumshoq bo'lgan. Demak, soft bo'lganligi uchun любой joyga demak ishlatishavergan. Xo'p, demak, ancient odamlar nimaga ishlatgan uni? Tak. Local use qilgan nimaga? Marking their ship. Sign ship bo'ladi-da, demak shiplarni belgilashgan. Sign ship, demak marking, signing ikki xil ma'noda. People discovered graphite. Odamlar graphite nimani demak kashf qildi. Demak, Britain through another major country where mines of graphite topildi, detected qilindi. Graphite nimani topyapti? Mines of graphite bo'lganda graphite mine bo'ladi-da. Demak, uni topib oldi. Con deydimi? Shuna narsa topib oldi. Okay. Tak, gap fillingga xullas necha 2 hop 2:37 daqiqa 31 ekan. 2,5 daqiqa ketdi demak gap filling o'ziga. Endi conclude oxirini o'qib ko'rishimiz kerak. Tak, boshlaymiz. Nimani conclude qilyapti? Hop. Users continue. Tak. Artist draw, waiters ishlatadi, makeup professional ishlatadi. Короче, digital dunyoda demak qalamni hamma ishlatadi deb aytayapti. Application pencil by now become so widespread, demak tarqalib ketadi ko'p joyga. Hop. Likely to continue qiladi. Короче, likely to continue deyapti-da, userlar ishlatadi degan mazmunda. Featured pencils are rather green, jicha greenroq, green bilmayman. Students who mass artists are likely to abandon bo'lmaydi, Jimarga zarar chiqishi vaqt yetadi. Okay, that's it. Farq yo'q. Tak. Pencils are davom etmaydi, g'alati. People should use pencil more in their bu aniq. Widespread bo'ladi, D bo'ladi o'zbekcha. To'g'rimi? Pens are not going away. Sorry. C bo'ladi bu. Go away qilmaydi deb aytyapti. Go away degani yo'qolib ketmaydi degan mazmunda gapiradi. C ga to'g'ri keladi. Xo'p, demak, bu nima edi? Lightning struck. Daraxt edimi bo'ldi? Daraxt edi, ular nimani aniqlab oldi-ku. Uni boya o'qidim-chi. Tak. Qayerga ketdi o'sha? Mana 3 bo'ldi. Lightningdan kelgan. Local bir nima topib oldi? Black Staps'ni topib oldi. Qanadir tagidan. Keyin nima qilishdi uni? Tak. Black bo'lib chiqdi. So'ng upload use local'la qo'yini boqqani ishlatdi. Xo'p. Bu g'alati. Local start to use graphite. Graphite'ni keyin topishdi. Attracted artists was not given, qayerda o'laza bo'ladimi? Local start to use graphite to mark their livestock. Buni livestock chorva mollari bilan shuning uchun B bo'ladi javob. 4:42. Demak, umumiy 4:42. Hop, part 5 deb yozib ketaylik. Part 5 4:42. Hop, 0:42 daqiqa. Shunda общий kalkulyator qancha bo'ldi? Demak, mana shunga 0:42 ni qo'shamiz. 23:50 u degani может 24 deya qolaylik. Xo'p, demak, rekord natijamni bugun yangilay olmadim, chunki men odatda readinglarda
asosan 22 soniya, 22 daqiqa, 23 daqiqa ketardi. Bugun ozgincha ko'payapti. Xo'p, full test demak 23:52 daqiqada. Daqiqa ketdi. Okay. Xo'p, guys, demak, men bugun nimani ko'rsatmoqchi edim? Men aqlliligimni ko'rsatmoqchi emas edim. Men bugun prosta 23 daqiqada чтобы sizlardan talab mendan nima talab qilinganligini ko'rsatmoqchi bo'ldim. Demak, sizga kerak bo'ldi speed reading, sizga kerak bo'ldi demak critical thinking, hop, sizga kerak bo'ldi decision making and sizga kerak bo'ldi demak matching data, keyin sizga kerak bo'ldi skimming qachon kerak bo'lgan bildinglar? Part 4 da. Sezgan bo'lsangiz, ana so'z topmagancha o'qib boraverdim. Eslaysizmi? O'sha nimadir qilish kerak. Yaxshi uxlash uchun degan joy bor-ku. O'sha yerda dalshi skim qilib bordim. Sezdingizmi? Chaqilib ketmadim. Oxirigacha voy yo'q ekan demadim. Dalshi o'qidim topib bo'lmaguncha. Hop, skimming and scanning. Hop. Sizga shu kerak bo'lyapti. And sizga keyin kerak bo'lyapti synonyms. Hop, sinonimlar kerak bo'lyapti. Keyin eng muhim narsa, hop, analysis of questions, savollarni analiz ham важно bo'lyapti. Keyin yana nima kerak bo'lyapti? Самое главное bu yerda nima kerak bo'lyapti? Men yana nimalar ishlatdim? Hope decision making, matching data, skimming and scanning synonyms, and analysis of question, and yana nima ishlatildi? Readingga men keyin ishlatdim. Masalan, chunking usuli bor. Ya'ni nisha bu. Tashlab o'zimda bitta tuz tashlab Hi. Compliment compliment uncha menga yoqmaydi, guys. But okay, thank you, rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Endi javob tekshiraylik. Javob tekshirish uchun hamga borishimiz kerak edi. Buni bir chetga surib qo'yib, javoblarni hamga yozaman. Okay, javoblarni tekshirib tashlaylik. Tak, qayerda? Mana uni ichida edi. Mashina o'zini ichida edi bu. Tak. Tak, 4-sini ishladim. Hajjoglar. Mana bitta ekan. Mana shu yerda ekan. Endi Ahmetga tashlab qo'yaylik javoblarni. Tak. Guys, mana shu narsalar bo'lsa sizlardan, okay? Tekshirib ko'ramiz endi. Keyin menimcha bondot o'qib olsam bo'ladi tezroq. Tak, ketdik. Creatures to'g'ri, tak, короче, bilinmayapti bu. To'g'ri. Spines, hedgehogs, food, legs, hoglets. Xo'p, buni javobi C, I, G, J.
ED, FB, xo'sh, BDG. Okay, bu ham to'g'ri. Alhamdulillah. Xo'sh. Tak. CB, A and D. B bo'lar ekan 26. 26 ga A. To'g'ri, 27 ni qo'ydim, A qo'yganman. G'alati, savolni g'alati tuzgan ekan. Bu yerda nima deyapti? 27 ga C deyapti. Короче, bu ketdi, topolmadim bitta. 28 B ketyapti, bu A ketyapti. Demak, men bunda faqat 8 bo'lib qolibdi. Chunki juda ikkilandim. Odamlarni qo'shgan edi. Odamlar haqida lekin savolda gap yo'q edi. Hop, tree, soft, sheep, mine. Okay, S. Tak, S qolib ketibdi. Xato qilamiz shuni. Shoshildimda. Tak, 34 ga C and B. That's it. Hop, umumiy hisobda hop, shoshilgan vaqtda 33 out of 35. Demak 33 ham demak bizada 75 ga dalolat qiladi. That's it. Guys, hozircha demak tanaffus 2 daqiqa. Chunki men bunda o'qib olishim kerak, vaqt ham o'tib ketyapti. 10 daqiqadan keyin yana tahliliy suhbat qilamiz 5 daqiqa. Javoblarni bitta turmasin. Okay, ungacha men qolganlarni tezgina ibodatim qolsa davom etamiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Xayrli hammaga. Tak, rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Alaykum assalom. Yaxshi, rahmat. Qaysi dars o'tasiz, ustoz? Dars o'tib bo'ladi. Birinchi tahliliy suhbat bo'ladi. Menimcha yetarli bo'ldi. Tezlikda shoshildim. Shuni anonsini tashlab qo'ying, ustozjon. Yozib olgan bo'lsangiz. Menimcha yozib oldik, hozir qarab ko'raychi. Ha, yozib olgan ekanmiz. Okay. Bilmayapman-da, 5 ga boshlagan ekansiz. Kecha aytdingizmi 5 ga boshlaymiz deb? Bilmayman, kecha xabar qildim, yo'qmi dedi. Kecha qani? Men qoldirgan ekanman, tongda dars qilamiz dedi. Kecha bilmayman-da men. Speakingdan qaramayman grupga. Turinglar, Zeboni o'zi yo'q darsga. Xo'p, tak, короче emas, xullas. Men bu yerda yozib ketamiz. Jamlaymiz endi. Summary. Xo'p, summary qilatirgan bo'lsak. Xo'p, part 1. Summary-ga timing qo'yamiz. Ya'ni timingda qanday ishlash kerakligi. Demak, part 1da qancha ketdi part 1da? 2:22. Xo'p. 02:22. Xo'p, part 2da. Tak. Mana qo'yamiz. Tak, daqiqasi ham qolib ketmasin. Xo'sh, part 3. Part 3ga tak 04:27 bo'libdi. Xo'sh, part 4.
Part 4ga o'zi tabiiy holatida u 9 ta savol bo'lgandan keyin mendan zo'ri ham masalan unda ishlanmasa kerak. Nima deydi? 10 minutdan narsiga qiyin bo'lsa kerak, yana ham bilmasam. Balki mendan ham tez ishlaydigan odam bordir. Bo'lsa vashshi tan beraman. Tak. Umumiy hisobda tak mana bu narsalarni tak shunda overall bir daqiqa. Hop, overall bizda 23:52 kelib chiqqan. 23:52 daqiqa. Timing for nimaga ishlatildi bu timing? Hop, real exam condition. Endi realniy o'sha exam conditionda demak timingni qanaqa qo'llash kerak, qayerda qanaqa harakat qilish kerakligi haqida gaplashdik. Okay. Yana nima bo'ldi bu yerda? Men bu narsalarni nimaligini odam chuqur o'rganishi kerak-da. Misol critical thinking o'zi nima? Tanqidiy fikrlash. Tanqidiy fikrlash oddiy tilda prosta miyaga logik savollar berishda. Hop, how bo'lishi mumkin, what, when this is, samiglarni why this is, where this is, qana, qayerda. Mana shunaqa logik savollarni berishda critical thinking. Decision making demak nima deb aytsa bo'ladi endi? Let's say making up your mind of in a way that you can say the right answer, you know. Чтобы right answer ayta oladigan darajada to'g'ri decision qila olishingizda, you know. Scanning mavjud ko'p o'rgatganman. Hop, skimming. Hop, reading fast, tez o'qish. Let's say reading quickly. Reading quickly. Tak unaqa bo'lsa bo'ladi-da. Let's say to identify qilishni o'qiladi, o'zi qilinadi. Identify the main ideas. Asosiy ideyalarni identify qilishni o'qish. Scanning means we are reading fast, reading quickly. To let's say to locate the specific details like such as names, let's say I don't know, similar places, joylar, or years, you know, and so on. Analysis of question deganda bitta narsani tushunish kerak hamma savolda. Hop. What am I asked in the question? Ya'ni savolda mendan nima so'ralyapti o'zi? What am I being asked deylik, ana shu to'g'ri. What am I being asked? Savolda nima so'ralyapti? Ikkinchi narsa, so I should find out. I need find out. Find out what
what the answer is based on qilasiz. Based on the ikkita narsaga, demak 3 ta narsa tayanasizda. Bitta ikkita narsani grammatikaga qaraysiz. Kontekstga topishga eng muhimi comprehensionga tayanasiz, boshqa yo'lingiz yo'q. And highlighting, underlining nima aytish shart emas. Let's say marking the keywords, keywords or the same phrases in the text or question. Savoldagi demak bir xil so'zlar keyworddan demak marking nima ishlatdim? Chunking ishlatdim, keyin surveying degan narsani ishlatdim. Menimcha surveyingni sizlarga hali o'rgatganim yo'q. Ikkita narsa ketdi. Tak, endi bularni bittasini bitta yordam qilay sizlarga. Tak, juda ham chunki важный so'zlar bo'ldi bular hammasi. Tak, critical thinking, decision making, matching data qolib ketibdi lekin. Matching data degani bu let's say looking at the same information, looking for the same information deb qo'yishdi oddiy tilda aytganda. Ya'ni bir xil ma'lumotni aniqlab topish izlab. Semizkani tushuntirdim. Synonymni qolib ketibdim deyman. Synonyms. Let's say identifying the same words. The query exits words. Boshqa narsa emas, buni o'zini aniqlashimiz kerak. Mana shu narsalarni tushungan bo'lsalaring, lekin yaxshi, atak nimadir agar tushunmovchilik qolgan bo'lsa, ozgincha qiynaydi. That's it, menimcha. Kerak bo'ldi mana shu narsalar. Shu narsalarni to'g'rilab olsa, yaxshi bo'lib ketish kerak sizlarga ham. Okay. Endi kimdir savol berdi menga. Teacher dedi, 4.5 dars o'taman debsiz. Qanaqa qilib siz 4.5 dars o'tasiz? Xohlamaysizmisiz dedi. Men tushunmadim. Dars bo'lmaydimi? Bir dars. Qanaqa qilib deyapti-da. O'sha narsaga men bitta narsani javobini bermoqchiman-da. Endi bilasizlarmi yo'qmi? Har bir insonda ikkita narsa bo'lishi kerak-da. Mana shu yerga ikkita narsa bo'lishi oqroq ekan. Har bir insonda ikkita narsa bo'lishi kerak. Mission and vision. Любой bir ishni boshlashdan oldin uni mission, vision bo'lishi kerak-da. Keyin yana bir narsa odamda nima desam ekan? Main purpose deydi-yu. Xo'p. Oliy maqsad bo'lishi kerak-da. Nima ish qilishdan qat'iy nazar. Masalan, menda mission, vision qanday? Men nimani tasavvur qilaman? Men tasavvur qilaman, o'quvchilar misol CV olishini yoki-da misol yangilari bo'lsa B2 olishini. Missiyam shu. Vision nima desa, vision demak ularda o'rtadagi protsessi. Ya'ni mana bunaqa qiladi, buni bunday qiladi, mana bu vaqt bunaqa qiladi, oxirgi oy mana bunaqa qiladi, birinchi oy bunaqa qiladi. Bu process, ketma-ketligiga tuzib olish. Endi main purpose nima deganda, misol hozir agar ingliz tili o'rganilsa, misol nima bo'la qarayman, ingliz tili o'rgatsam, maqsad bu. Ingliz tili o'rgatsam, hop,
Keyin shunda qo'llaringda sertifikat bo'ladi. Xo'p, sertifikat. Keyin sertifikat olgandan keyin endi hamma baribir ish yoki короче ish deb qo'y, baribir o'qigandan keyin ish topaman men. Xo'p, ish bo'ladi. Xo'p, ish bo'lgandan keyin moliyaviy erkinlik paydo bo'ladi o'zidan o'zi. Moliyaviy erkinlik insonga qulaylik yaratadi. Qulaylik yaratadi. Qulaylik yaralgandan keyin xo'p, let's say xotirjam ibodat qilish imkoniyati paydo bo'ladi. Mana mendagi asosiy oliy maqsad. Ya'ni hammani demak oliy maqsadi shunaqa bo'lsa, уже все. Nima desam ekan, любой sohada, kim nima sohada bo'lsa ham maza qilaveradi-da, Ya'ni qiladigan ishi haqiqatda Alloh uchun bo'ladi-da. Sertifikat, ish, erkinlik, qulaylik, xotirjamlik, ibodat qilish imkoniyati. Ya'ni prosta ingliz tili emas-da bu. Ya'ni ma'ni hozir qiladigan ishim sizlarga shuncha ingliz tilini o'rgatish emas. Endi ma'ni emas, o'zi kimnidir, o'zimman. Odam nimadir ish qilyaptimi, qayerda bo'lsa ham, odam o'tirish kerak, oldin o'zidan so'rash kerak. Men zachем qilyapman, shuni men nima uchun qilyapman o'zi? Menga nima anaqasi bor, manfaati bor. To'g'risini aytsam, bu dunyo manfaat ustiga qurilgan, gapni ochib. Hamma savob uchun ish qiladi, hamma jannatiga anaqa strafovkani xohlaydi. Odam o'zidan so'rash kerak. Odam o'zini mission vision aniqlab olsa demoqchiman. Qo'pol qilayotganda mana bu hojatxonaning xodimi hamchi, misol o'sha oliy maqsadi bo'lsa, cho'tga ketish mumkin. Misol uchun nima bo'lishi mumkin maqsadi? Maqsad albatta ishlayman. Mana odamlarning hojatini chiqaraman. Keyin nima qiladi? O'sha yerda mustahab qiladi, ibodatida nuqsonlari kamayadi. Mana kimnidir poklanishiga sababchi bo'laman. Masalanda, ya'ni qo'polroq anaqa kasb aytdim, lekin eng mana shu odamlarning nazdida past sanalgan kasb egasi ham demoqchiman, o'zini mission visionni aniqlab olsa, oliy maqsadini qo'yib olsa, o'sha odam ham to'g'ri yo'lda bo'ladi demoqchiman-da. Kстати, menga o'xshab kim domilla bo'lish shart emas hamma. Usta ham shunaqa bo'lishi mumkin. Misol usta, hunarmand usta nimani maqsad qilish mumkin? Hunarmand usta mebel yasab beraman. Xo'p, masalan, shu mebel yasab beraman. Haligi odam, yashay turgan odam o'sha ibodat uchun kiyadigan kiyimlarni osib qo'yadi o'shanga. Misol uchun-da. Shunaqa narsa-da. Izohlab ketdim haligi menga savol bergan odam o'zi ham eshitib oladi degan umiddaman. Okay guys, kunlaring yaxshi bo'lsin. Menimcha уже 5 daqiqa qoldi yetib bo'lishiga. Mana bu yetishida endi menimcha astagina ishga ketsagina bo'ladi. Okay, sog' bo'linglar. Rahmat Ustozjon. Dars uchun. Darsni elektron variantda tashlab qo'ying, hozir o'tgandingiz. Okay.